butun bog'da hozir tasavvur qiling 50% ni kesib tashlayapmiz deb oladigan bo'lsak, butun bog'dagi kurteklarni 50% ni chiqarib tashlayapsiz, to'g'rimi? Men endi aytyapman, buni hamma kurtegi bilan gullashga kirib borish kerak. Buni sababi changlanish, ya'ni meva yaxshi ushamaydi. Bor kurtek bilan kirganingizda, mana hozir 50% imkoniyatingiz bo'lsa, bor kurtek bilan kiring, 100% imkoniyat bilan kirasiz. Noto'g'ri bo'lsa ayting mantiq. Ya'ni 5 mingta kurtegingizdan nechta gul chiqadi-yu, misol meva chiqadi-yu, 10 mingtadan nechta chiqadi? Misol 5 mingtadan 10% ushab qolsa, misol uchun 500 ta bo'lsa, to'g'rimi? 10 mingtaniki 1000 ta bo'ladi. Misol qilib aytyapman. Bu o'zi 100 minglab, millionlab kurtek bo'lsa kerak o'zi. Endi misol tariqasida sonni oldim. Mantiq shu aka. Maksimum gul kurteklar bilan kirib borish kerak. Bir. Endi nima uchun bu tavsiya siz uchun yana ham muhim bilasizmi? Chunki siz bog' sotib oldingiz-da, birinchi yil. Hali siz bilmaysiz qanaqa solishini. Bu qirli, tog'li, salqinroq joylar, endi tog'li demayman, qirliroq, balandroq joy. Parkent ham nisbatan Toshkentdan salqin yuradi. Solish ehtimoli bor. Lekin changlatuvchi yo'q bizda. Buni bog' egasi ham tasdiqlagan yo'qligini o'zingiz ham yo'q deb turibsiz. Bu holatda 100% 1 yil ko'rib olishimiz kerak edi. Hozir biza bitta narsada Bunyod aka. Biza mana oldin ham aytganman, biz shunchaki agronom emas, biz strategimizda. Ya'ni bog'ga mana siz pul tikyapsiz, akangizda pul tikyaptilar-da. Joy kelganda qaysidir sarmoyalar nafaqat shart emas, balki zarar bo'ladi-da. U shu ish qilmasangiz ham o'zi siz uchun hech nima o'zgarmaydigan vaziyat. Misol uchun hozir mana shuni kesmasangiz ham 1 yilda siz uchun hech nima o'zgarmasdi. Lekin juda katta xulosalar olardilar. Bu siz mana bunaqa narsa-da, faraz qiling, bu o'zini changlatadigan. Birorta kartani ham qoldirish mumkin. Конечно, to'xtatish kerak aka. Nimani oxirgi tomoni bor, haydalgan yerda birinchi ko'rganimiz. O'shani qoldirish mumkin для proba. Endi Bunyod aka-da, men hozir qarang. Aytayotganim yo'qki sizga, Bunyod aka, bizda o'zi shundoq ham meva zo'rda. Mana bu yerda qoldiring-da, bu yerda yirik bo'larmikin? Kam kesgan joyingizda naryoqda balki mayda bo'lib qolar degan vaziyat bo'ladi. Siz unaqa vaziyatda emassiz. Bizdagi savol bu o'zi umuman meva soladimi, yo'qmi? Solsa qancha soladi degan savolda. Hali siz bu yerda kesdingda, Mansur, ana o narigi joyi seni tavsiyam bilan kesmay qoldiruvdik. Ko'p savol bundoq bo'lib qoldi. Mana bu yerda mana bunaqa tavsiya bilan kesuvdik, mana bunaqa bo'lib ketdi degan joy emas-da bu hali aka. Sizda hali meva bormi, yo'qmi degan savol ham turibdi. Tushunasizmi? Soladimi, yo'qmi o'zi? U solmaydigan narsani shuncha rasxod qilib kesib o'tirib nima keragi bor degan hali erta xulosalar chiqib qolishi mumkin-da sizda aka. Yoki bu babu solmas ekan, mevani ushamas ekan. Bu o'zi 2 yildan beri mana shu qirli joyda o'zi o'sib turgan ekan. Nima qilamiz buni rachug olib kovlab o'tiribmiz? Nima qilamiz bu suvga arq qilib o'tiribmiz degan xulosalar chiqib qoladi-da aka. Solmasa agar.